Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bolakaylarda allergiya qo'zg'atuvchi mahsulotlar xususida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Avvalambor, ona suti orqali bolada allergiya qo'zg'atishi mumkin bo'lgan mahsulotlar asosan ona ovqatlanish ratsioni bilan bog'liq hisoblanadi. Ba'zi moddalar ona sutiga o'tib, bolada allergik reaksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, ehtimoliy allergiya mahsulotlari quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni birinchi navbatda sut va sut mahsulotlari. Shirchoy, yog'li sutlar bolada laktozaga allergiya qo'zg'atishi mumkin. Ushbu holat simptomlari esa terda toshma, qorin og'rig'i va qorin dam bo'lishi, ich ketishi bilan kuzatilishi mumkin. Keyingisi esa tuxum. Ayniqsa tuxum oqi allergiya qo'zg'atadi. Simptomlari qizil toshma, nafas olishda qiyinchilik kabilar kuzatiladi. Yog'li va dudlangan mahsulotlar, dudlangan baliq, kolbasalar allergiyani qo'zg'atishi mumkin. Simptomlari albatta qorin og'rig'i, terining qizarishi yoki qayt qilish bilan kechishi mumkin. Sitrus mevalar, ya'ni apelsin, limon, mandarin kabi mevalar simptomlari teri qichishi va qusish kuzatiladi. Baliq, yog'li baliq turlari, shokolad va kakao mahsulotlari, ya'ni ushbu simptomlar toshmalarda va turli xil charchoq ko'rinishda ham namoyon bo'lishi mumkin. Yog'li va qizil rangli mahsulotlar, ya'ni pomidor, qizil qalampir, qizil rangli mevalar. Allergiya simptomlari, masalan, terni qizarishi, qichishishi, qorin dam bo'lish, ich ketish, nafas qisish yoki qayt qilish yoki harorat ko'tarilishi bilan namoyon bo'ladi. Albatta, ushbu holatda shifokorga murojaat qilish kerak va keyin esa ovqatlanishni kuzatib boring. Ona o'z ratsionidagi mahsulotlarni aniq kuzatishi va qaysi mahsulot allergiya qo'zg'atganini bilishi muhim hisoblanadi. Va shuni inobatga olgan holatda, ya'ni dietaga qat'iy amal qilish kerak. Allergiya mahsulotlarini vaqtincha ratsiondan chiqarib tashlang. Shifokorga murojaat eting albatta. Allergiya simptomlari og'ir kechadigan bo'lsa, darhol pediatr bilan maslahatlashing. Agar bolada allergiya ko'zga tashlansa, ratsionga asta-sekin va navbat bilan mahsulotlar kiritib, ularning ta'sirini tekshirib borish tavsiya etiladi. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.